Uchinchi sinf tarbiya darsligi. Mavzu: O'zbekiston xalqlari madaniyati. Darsning maqsadlari: ta'limiy maqsadlar. O'quvchilarga O'zbekiston hududida yashovchi turli millat va elatlarning boy madaniyati, urf-odatlari, an'analari haqida tushuncha berish. Tarbiyaviy maqsad: o'quvchilarda millatlararo do'stlik, bag'rikenglik, mehr-oqibat va o'zaro hurmat tuyg'ularini shakllantirish. Rivojlantiruvchi maqsad: o'quvchilarning og'zaki nutqini, fikrlash doirasini va muloqot madaniyatini rivojlantirish. Ushbu mavzu bo'yicha "Biz vatanning farzandlarimiz" nomli matn berilgan. Kelinglar uni birgalikda o'qib chiqamiz. Yozgi ta'til kunlari edi. Oygulga maktabdan qo'ng'iroq qilib qolishdi. 30-iyul kuni ota-onangiz bilan tuman istirohat bog'iga keling. O'zbekiston xalqlari do'stligi kunini nishonlaymiz, dedi o'qituvchi. Oygul xursand bo'lib ketdi. Sinfdoshlari bilan bu bayramni anchadan beri kutib, yangi milliy liboslarini tayyorlab yurgan edi. Buvisi Oygulga chiroyli qoraqalpoqcha nimchalik libos tikib berdi. Oyisi esa guldor do'ppi sovg'a qildi. Bayram kuni istirohat bog'i odamlarga to'la edi. Hamma yoqda bayram shukuhi, har tarafdan yurtimizda yashovchi turli xalqlarning kuy-qo'shiqlari eshitilar, hamma zavq bilan raqsga tushar edi. Qator terilgan xontaxtalarga turli xalqlarning milliy taomlari tortilgan. Oygul, bu yoqqa kelsang-chi, chaqirib qolishdi chiroyli ko'ylak kiyib olgan sinfdoshlari. Bu qoraqalpoqcha ko'ylakmi? Muncha chiroyli, rosa yarashibdi, deyishdi qizlar. Endi bizning kiyimimizga qarab, qaysi millatniki ekanini topchi. Oygul sinfdoshlariga qarab bir chekkadan sanay boshladi. Nuriya tatar, Azim o'zbek, Zebo tojik, Dima koreys, Olesya ukrain, Ashot arman, Ira rus, Aydar qozoq. Lekin Murod bilan Asiyani kiyimiga qarab millatini topa olmadim, kulib yubordi Oygul. Men Uyg'urman, Asiya esa boshqirt, dedi Murod ham kulib. Bolalar kun davomida rosa mazza qilishdi. Milliy o'yinlar o'ynashdi, raqs tushishdi, har xil milliy taomlardan yeb ko'rishdi. O'zbekcha somsa, tatarcha chakchak, ruscha quymoq, qoraqalpoqcha bo'g'irsoq, ukraincha varenik, hammasini aytib tugatish qiyin. Tushlik paytida ota-onalari bilan choyxonaga kirib, o'zbekcha palov, uyg'urcha lag'mon, qozoqcha beshbarmoq, koreyscha ko'ksiga to'yishdi. Turli millat vakillari bo'lsak ham qanday ajoyib do'stlarim bor-a, dedi Oygul kechqurun ota-onasiga. Oyisi shunday dedi. Barakalla qizim, doim shunday ahil bo'linglar, chunki hammangiz bir vatanning farzandlarisiz. Endi ushbu matn bo'yicha berilgan savollarga javob bering, aziz o'quvchilar. O'zbekistonda xalqlar do'stligi kuni qachon bayram qilinar ekan? Bu bayram qanday nishonlanadi? Oygulning o'rtoqlari qaysi millatga mansub ekan? Sizning millatingiz nima? Siz qaysi milliy taomlarni yeb ko'rgansiz? Aytib bering qani o'quvchilar. O'zbekistonda turli xalqlarning madaniyati, an'ana va urf-odatlari hurmat qilinadi. Yurtimizda 36 milliondan ortiq aholi yashaydi. O'zbekistonda bugungi kunda 130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Yurtimizdagi barcha millat va elatlar bir oila farzandlaridek tinch totuv yashaydilar. Mamlakatdagi xalqlar qanchalik ahil, tinch totuv yashasa, aholining turmushi shunchalik farovon bo'ladi. O'zbekistonda turli millat vakillarining madaniyati, an'ana va urf-odatlarini saqlash hamda har tomonlama rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan.
Bu ishga turli millatlarning madaniy markazlari katta hissa qo'shmoqda. Hozirgi kunda yurtimizda 153 millat va elatlarning milliy madaniy markazlari bor. O'zbekiston aholisini 100% deb oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi aholisining etnik tarkibi quyidagicha bo'ladi. O'zbeklar 84,4%, tojiklar 4,9%, qozoqlar 2,4%, ruslar 2,1%, qoraqalpoqlar 2,2%, boshqa millat vakillari esa 4,1% ni tashkil etadi. Milliy liboslar quyida O'zbekistonda yashaydigan aholilarning milliy liboslari keltirib o'tilgan. Xo'sh, aytingchi, milliy liboslarni diqqat bilan ko'rib chiqib, ularni taqqoslang. Har bir libos qaysi millatga tegishli ekanini topishga harakat qilib ko'ring. Ularda qanday o'xshashlik va farq bor? Milliy liboslar qachon kiyiladi? Siz qanday milliy bayramlarni bilasiz? O'zbekiston xalqlarining milliy bayramlari: Navro'z, bahorgi tengkunlik, yangilanish bayrami. Sharq xalqlarida bu bayram 21-mart kuni nishonlanadi. Navro'z kirib kelgan bahorni qarshilash, qishdan eson-omon chiqib olganimiz uchun shukrona qilish bayramidir. Bu kunda hamma bir-birini tabriklaydi, qarindosh-urug'larini, bemor va yolg'izlarni yo'qlaydi, arazlashganlar yarashadi. Navro'zning asosiy taomi sumalakdir. Bu kunda milliy o'yinlar o'ynanadi, o'yin-kulgu qilinadi. Barcha yaqinlar bayram dasturxoni atrofida to'planadi. Nauriz, Navro'z, Nauroz, Navrez, Novruz. Turli xalqlar bu bayramni ana shunday turlicha ataydilar. Ko'pgina davlatlarda Navro'z rasmiy bayram hisoblanadi. Masalan, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston, Eron, Ozarbayjon, Albaniya, Hindiston, Turkiya, Makedoniya va boshqa davlatlarda, shuningdek Tatariston va Boshqirdistonda Navro'z davlat miqyosida bayram qilinadi. Shuningdek, Navro'z Xitoyda va hatto Yaponiyada ham nishonlanadi. 2010-yilda Navro'z Gurjistonda ham milliy bayram deb e'lon qilindi. 2009-yilda Navro'z UNESCO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Sabantuy tatar xalqining milliy bayrami. Bu bayramning aniq sanasi yo'q, lekin odatda bahor yoki yozda o'tkaziladi. Sabantuy ham bahor tabiatning jonlanish bayramidir. Bu bayramda asalli chakchak pishiriladi. Sabantuyda milliy kurash, arqon tortish, soman solingan qoplarni urishtirish kabi o'yinlar o'ynaladi. Sollal Koreya xalqining yangi yilidir. Bu bayramda hamma erta tongdan Solbim nomli milliy kiyimni kiyadi. Ajdodlar ruhiga hurmat bajo keltiriladi. Oilalar bayram dasturxoni atrofida to'planadi. Bu bayramning an'anaviy taomi tokkuk nomli sho'rvadir. Sollal bayramida hamma to'planib, Yunori milliy o'yini o'ynaydi. Ko'k choshur qadimdan hozirgacha nishonlanib kelinadigan Uyg'ur milliy bayrami. Bu bayram ham qish tugab iliq kunlar kelganiga shukronadir. Uyg'urlar bu bayramda ko'katlar solingan chuchvara pishiradi. Ko'k shochur bayrami 7 kun davomida 7 joyda nishonlanadi. Aziz o'quvchilar, sizlarga uyga topshiriq. Mening turli millatga mansub qarindoshlarim, do'stlarim, tanishlarim degan mavzuda tadqiqot o'tkazing. Nechta millatni sanadingiz?